2013 yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi bor yo'g'i 2300 dollar bilan chiqadigan holat. Lekin variantlari ham yaxshi variantda. Buni tan narxini 5,5 ming belgiladik. 5,5 ming dollarga belgiladik. 2013 yil balon holatlarini ko'rib qo'yinglar, yaxshi. Faralariga ahamiyat beramiz. Metan balonlari bor. Xo'p. Tan narxi qarzdorligi 41 million so'm, ya'ni 3200 dollar tan narxi qarzdorligi bor. Buni agar oyma-oy to'layman desanglar, 2027-yilgadir, 2026 ni oxiri 2027-yilgadir sizlarga 6900 dollarga tushadi. Yoki naqd pulga 5500 dollarga chiqadigan holati. Yo'q, menga variant qiziq deydigan bo'lsanglar, bor yo'g'i 2300 dollarga. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.